televizor ko'rasizlar. Ko'rib qolinglar, Şinjan televiziya stansiyasi bilan dastlabki va kasbiy mablag'chilikka birlashib uyushtirgan Şinjan Nuriy Biofan texnika chekish shirkati alohida qo'llagan yangi nava programmasi. Xo'sh, programmamizning tartib bo'yicha oldi bilan bizning baholovchilarimizni tanishtirib o'tamiz. Ataqliq naqshchi, san'at tadqiqotchi, kompozitor Abliz Rahim Akkal efendimiz. Qarşılayın. Şinjan Muqam Ansamblının devletlik birinci derecelik naqshchisi Muhammed Rusun efendim qarşılayın. Şinjan Muqam Ansamblının devletlik ikinci derecelik artisti Rana Rozi. Qarşılayın. Bizning yangi kuchli qo'shinimiz bor. Shundaqo bizga nazoratchilik qilayotgan, bizning har qanday taraflardan taklif qilib kelgan taraflar vakillarimiz Markaziy xalq radio stansiyasidan Nijat Aliyaqov qarshilamiz. Şinjan Gilsidan Milaqis Takri qarshilamiz. Şinjan xalq radio stansiyasidan Nijat Ahmad qarshilamiz. Şinjan televiziya stansiyasidan Muyassar Umar qarshilamiz. Şinjan iqtisod gilsidan Po'lat Iziz qarshilamiz. Şinjan qonunchilik gilsidan Asqarjon Anvar Alsiya qarshilamiz. Urumchalik radio stansiyasidan Mikroy Rishad qarshilamiz. Urumchi televiziya stansiyasidan Elnur Ibrohim qarshilamiz. Urumchi tashkilotchidan Aynur Muhammad qarshilamiz. Tamirtog' to'rdan Akramjon qarshilamiz. Quyi to'rdan Zulfiqor Pira Qarşılayın. Karvan to'rdan Eldor Qurbon qarshilamiz. Kelgan qadamlaringizga marhaba. Undaqda bizning tomoshabin do'stlarimiz, shundaqla ekran oldidagi televizor ko'ruvchilarimiz Nava programmasining bugungi sonini aqchon soatga qarab turib, saqlab o'tirib ko'ryapti. Shundaqda programmamizni boshlashdan Haftalik yulduz, aylık yulduzlarımızda berilgan mukaffatlı ramıyla okuydu da akçan. Albatta. Mukafat koymamız bolsa, haftalik yulduzumuzni Şinjan Arzu Sodi Çekiş şirketi ta'minlagan davlat sifat tekshirish o'lchimida o'tgan, tashqi ko'rinishi ko'rkam, muhit asraydigan, sovuq tejaydigan Arzu markali to'nglatma bilan mukofotlaydi. Aylık yulduzumuzni Şinjan Arzu Sodi Çekiş şirketi ta'minlagan davlat sifat tekshirish o'lchimida o'tgan, yuqori aniqlikdagi Uyg'ur sistemi hisoblangan ham kompyuter ekran qilib ishlatgili bo'lgan Arzu markali televizor bilan mukofotlaydi. Chempion bo'lgan mahirimiz Markaziy televiziya stansiyasining Parlaq yo'l programmasi, ya'ni Shingwangda programmasiga bevosita qatnashish salohiyatiga erishdi. Hozir shu har qanday saylarda moda bo'layotgan gaplarning birisi oldingi sondagi Navoni ko'rdingmi degan gapga. Shundaqku, undaqda bo'lsa Navoda qandaq mahirlar qatnashgandi. Bugungi Navo programmamizda qandaq yiqimliq kuylar bor. Bugungi Navo programmamizda qandaq chiroyli hikoyalar bor. U mahirlar qandaq nomerlarni olib kelganda, o'qin undaqda programmamizni boshlaylik. Birinchi bosqichimiz Bizning maqsadimiz ismini bilsam bizning oilada naqsh musiqa ovozlari qat'iy uzilmaydi. Shunga bu kichkina do'lar san'atga intan qiziq cho'g'. Har qatam sahnaga chiqib umrimga vaqtimda o'zimning san'ati bo'lgan men muhabbatimga shuncha cho'ng qilishlarga mas'ul. Mening universal hayotdan yetishib chiqqan bir artist ruhim bor. Şuna muqam yetiştiğim olsun, xalq naqshlarni yetiştiğim olsun veya başka milletlerin naqshlarni yetiştiğim olsun, ben shuncha yaxshi ko'raman. Men bu qatim Navoga o'zimning eng yaxshi sovg'alarimni kelib, oilamdagilarga, tomoshabinlarga uzr bersam kerak. Shunga bilan Navoga kelaman. Cihanda taptılar insan riyazeti.
tunuşturgan vaqtda bu Asqar qarmaqqa ait kamsiz, kichkin bir baldek turdi, lekin bu qiyofasiga ishonmanglar, sahnaga chiqadigan bo'lsa, ovozi shunchalik yuqori, anandikin shunchalik sho'x deganda haqiqatan shundaqki, tashqi qiyofatga ishongil bo'lmaydigan, odatga yoqmaydigan bir bola bu. Shundoq. Hayotning harakatligiga qaraymiz-ku endi. Mishaydagi shu sakni bir alding inam. Sakni bir alding. Kasbiy naqshlarga ketyapsan. Odatda bir naqshni chiqarib qo'ysak, Mishayl tuydigu sen degan Mishayl bir attatga apparatlar qarab turib o'qib qo'yishing bo'lar ekan. Beijing musobaqasida qatnashdi deydi so'rim sizni. 2008-yili Olimpik musobaqasi, Mash'al yetkazish musobaqasida Beijingda musobaqa qatnashib birinchi bo'lgan. Rahmat. Natijalarınız az emasga, undaqda navo sahnimizmi balkim sizni quruq qo'l qaytirmaydi. Mayli qanchinchi bosqichgacha mening ko'rurmanlarimizning olqis sadolari meningcha siz uchun eng qattiq sovg'a shundaqku. Undaqda sizga omad tilaymiz. Qani aramalashtirib. Rahmat. Menimcha navo sahnasi nuqul holdagi san'at sahnasi bo'lib qolmasdim, balki u adab va axloq bo'shki, bizdek san'at havaskorlarini tarbiyalaydigan san'at maktabi. Bugungi musobaqani men faqat musobaqa deb qaramayman. Chunki san'at xumor xalqimning, yana shuningdek san'at xumor ikki oilaning madadi meni navo sahnasiga elib keldi deb qarayman. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar hammalarning ilhomiy madadi men bilan birga. Shunga men navoga keldim. san'at kasbida tarbiyalangan bu naqshinimi behtirani qat'iy tomosha bilan diqqat qildik deyman. Usul harakatingizni shundoq chiroyli. Hozirgi shug'ullanayotgan kasb san'atmi yoki yo'q, men muqim holda san'at maktabi tarbiyalanmagan. Mening o'qigan maktabim bolalar ma'rifi. Lekin men o'zim kichkindan san'atni yaxshi ko'raman. Shunga o'sha xizmat chiqqandan keyin o'sha munosabat organlar meni o'sha bolalar yesillarga xizmat bo'lgan. Lekin men iltimos qilib turib, o'zim san'atni yaxshi ko'rishga, san'at ma'lum bo'lmay deb o'tirib, bari qishimdan o'ldim boshlab, unday ko'pchilik yardım yaramidi, ta hozirgacha yaxshi, xil yaxshi natijalarni qo'lga keltirib kelyapman.
hem de qağan bahani köpçülük bersin. Bizning tuyg'u gurbimiz qurilganligiga ancha bo'ldi. Hammamiz muzikani yaxshi ko'rayotgan degan kelgan. Ben bu grupta yaşlar kişiye lekin rolu xeyli cho'ng. Menimcha bizning usulimizni ko'pincha odamlar yoqtirmaydi deb o'ylayman. Hammalarning qiziqishi o'xshamaydi. Bizning bu uslubdagi narsalarni aytishimiz hargizmi ona san'atimizdan yiroqlashib ketganligimizni bildirmaydi. Biz cho'qim tomoshabinlar yaxshi ko'rgan, yoqtiradigan naqshlarimizni sahnagab chiqishga ishonchimiz bor. Menimcha hammamiz birlik kelsak cho'qim qila olamiz. Shuningdek, navbatda bu Mini basa seksi yalnız Aykım var idi yaşı gerçek yaşlı karı var Kansız aşamadığım var Sıcaklarda aşı yollarda Kumuruşu birge topa kumlarda Şipşakka birge idin akşam Haysam deymen aşamadığım Ötü aylar bana ötü yıllar Gözümüzde yaşıyorsa Bütünü taşan gözlerim yaşıma Bütüne çarp önce gibi günah var Bana sen yaşma Kalbimde Bağlıyla sen üzülmez Kalbimde Bağlıyla sen düşmez Kalbimde Bağlıyla sen üzülmez Kalbimde Bağlıyla sen düşmez Kalbimde Bağlıyla sen üzülmez Kalbimde Bağlıyla sen düşmez Kalbimde Bağlıyla sen üzülme bir kalbimde Şakalarım bana bir versen Üstüne salsam şu Gene çıkmaz oyun bozduk oyun değil oyun yana oyun çıkmaz oyun Ah gerek göz gerek zıbısı kim gerek Baka kız gerek bana baka kalmak gerek Gene çıkmaz oyun bozduk oyun değil oyun yana oyun çıkmaz oyun Ah taş derya bu izi taş Ağdaş oynadığım adam bu Kalbimde Bağlıyla sen üzülmez Kalbimde Bağlıyla sen düşmez Kalbimde Bağlıyla sen üzülmez Kalbimde Bağlıyla sen düşmez Kalbimde Bağlıyla sen üzülmez Kalbimde Bağlıyla sen düşmez Kalbimde Bağlıyla sen üzülmez Kalbimde Assalamu alaikum. Şakçı. Aldırman bir sınır vekil bolup özüňden tunuşdurýansızlar. Assalamu alaikum aziz tomoshabinlar. Biz 3-nji murluq mayırlar toýga gürpüsini bilmez. Başalmaz. Ben grup başlygy Şaymardan bolaman. Assalamu alaikum, men grupning azasy Muradul bolaman. Men toýga gürpüsideki Misran. Usul peşvarymyz özüni bir tunuşdurasyn. Ha, şakçı. Assalamu alaikum, ben Qaysarjon. Ey balam, qancha skirdingiz? 8 yerim. Bek umoqgan bu ustoyni atqil qanchalik vaqt bo'ldi? 7 ay. 7 ay. Bu 8 yerim yaş olsa 7 ay deganmi ömrüni xeyli uzun qismini egallaydi ha? Shundaqmi? Usul peşvasi deganim bo'lib qopdi amsa. Qani? Assalomu alaykum. Men to'ygu guruhiga Kavsar bo'laman. Kim sizni tarbiyalagan? Meni bir tamalim. Bir tal ma'lum.
O bir talmanım qancha vaqt tugataysan? 7 oy. Ananda ikkinchi. Bilmayman. Voy saqam mikrofonni tutsangni bir qaytdan bir to'shti qashtasam men bo'qchong chigib qo'yay. Bizning nava programmamizni ko'rganmi burun? Ko'rgan. Yaxshi ko'ramsiz? Ha. Shunlashqa shu nava programmasi bek yaxshi deb keldingizmi bugun? Ha. Musobaqa qanday bo'lsin qat'iy nazar? Bugun sizni cho'qim ko'pchilik bek yaxshi ko'rdi. Hozir bek chavakcha aytdi sizni yaxshi ko'rganda deb. Musobaqani o'ziga olmaydi, arsonim dol qilib qo'ysam edi. Rahmat aytgan bo'lsa, bu taqach. Ho. Sen mektepke imtihan verip qabul qilingan chaqiriqni topshirib olganlikdan xushalligim hozirmi ko'z oldimda. Lekin ota-onam mening san'atchi bo'lishimni qarshi turib, san'at maktabida o'qitmaganligini o'ylasam, hozirmi o'zlarini artist bo'lmagan qiz deb qolaman. Hozir men sayyor kasb bilan shug'ullanaman, hamda bu kasbimni intan yaxshi ko'raman. Her dedim sırtı kelgen sayahatçilerge öz yurdumun güzel menzillerini medeniyet bilen tanıştırgan vaktinde yurdumu bolgan muhabbetim texim ertlep aşıdı. Gelgen mahsus sanatket bilen şoğullanmağım bulsamı, ata-anam menen ayrıcayatın terbiyelenişinge naif yoğun buludu. Hem de ata-anamga çünkü onunla rahmet etmem. Sanatket bilen şoğullanmamı, lekin mening sanatga bo'lgan ishtiyaqim hech qachon o'chib ketgani yo'q. Shunga men o'zimdek ortiqchiliklarni namoyon qilish uchun har qanday fursatlarni qo'ldan bermayman. Shunga men bugun Navoga keldim.
Hozirda shu sayyohat kasbini qilish jarayonida his qilganlaringiz bormi? Men bu sayyohat kasbini o'rganish jarayonida o'z millatimning, o'z yurtimning shu sanab yetkisiz, hatto sayyohatchilarga bir oyda tunishtiribmi yetkisiz shunday madaniyatlarimiz, kiyim-kechaklarimiz, san'atlarimiz, turlarimizni jiqlaganini his qildim. Rahmat. Hamda shunda bir ro'noq davlatda, shunda go'zal bir on yurtda, andan keyin shunda bir inoq oilada ham Uyg'ur qiz bo'lib qolganligim uchun intayin faxrlandim. Ben Zındık'ta Ürümçi'ye vakit Milhan esimde. Yol boyunca egiz binalar, keng ketken asfalt yollar, dokuma ile durgan kızıl yeşil çıraklar benim gangisi vardı. Çünkü ben Quyoshga en yakın kişiler turgan kamera yüzünden kelgan. Belkim keng ketken yayloqlar, egiz cho'qqilar, sanaylik sadaları meni san'atga bo'lgan ilhomimni yetishtirgan bo'lsa kerak. Ürümçi'ye kelib, bu yana qatnashning ravonligi a'lan ta'sir qildi. Ayni vaqtda bizning qatnash sharoitimiz mushunga yarasha bo'lgan bo'lsa, balkim men va savollarimiz maktab berish jarayonida bunday qiyinchiliklarga uchragan bo'lgan bo'ladi. Men Tartancik Melida birinchi kampdan chiqqan tunji oliy maktab o'quvchisi. Men mush fursatdan foydalanib, 4-yoshlarga ulgu bo'lish, shundaqla o'zimning san'at aloyligini joriy qildirish, namoyon qilish aslida navotanchi keldi. Nava programımız arqılı biz bilan asralish o'tiribdi. Tajik millatidan shundaqku. Shundaq. Uning bayqi aytgan so'zlari hammalarning yuragini jig'ir qildi deb o'ylayman. Agar bizning qatnashimiz shundaq ravon bo'lgan bo'lsa, biz maktabga berib kelish jarayonida uncha qiynalmagan bo'lardik dedi. Qanday sharoitda berib keladinglar maktabga? Bizning to'liqsizdan to'liq o'tirg'ich bo'lgan araliqdagi o'qish jarayonimiz asosan pek qiyinchilikda. Ustaq o'choqdan 20 kilometr chiqdi-ku araliq. Lekin shu jarayonda, shu yo'lda, shu o'zimiz velosipedimiz bilan tashliq, tag'liq, mandaq yo'llarchi. Har xil xatarliklar bor. Ba'zi yerlarda
yo'llar to'sib qolgan kelkunlar kelgan suvlar tag'iliqlarni tushgan suvlar shu suvlar yo'llarni buzib etgan yo'l dengizlik afsuschu shundoq bo'lg'achqa maktab berish kelishimiz shundoq bir qiyin ham xatarlik kerak biz bugünkidek mushu alohida fursatda ana shundoq jafoliq xatarlik qiyinchilik sharoit ostidami farzandlarini o'qishdan qoldirmagan suyimli ota-onalarga shu qiyinchiliklar ichida jafoga chidab o'qiyotgan suyimli bolalarga salomimizni yo'llaymiz. Harmag'aysizlar. Bayam sizda o'tgandek siz Tar-Tojik kentidagi tunji oliy maktab o'quvchisi ekansiz. Shundaqla Tar-Tojik kentidan tunji qitim Xinjiang televiziya stansiyasining Nava programmasiga chiqqan mahir hisoblanasiz. Shundaqmi? Demak Tar-Tojik kentidagi tojik qarindoshlarimiz shu joydagi shu yurtdoshlarimiz sizdan cho'qim intayin faxrlandi. Shundaqmi? Undaqda bugungi amish programmamizda ekran orqali ularga deydigan so'zlaringiz bormi? Barliq yurtdoshlarim va do'st birodarlarim sizlar uchun men bu salib keldim sizlarga salomimni aytay deb sizlar bilan ko'ngil izhori qilishay deb sizlarni sig'indim hammanglar uchun men bir kichik tirishda o'zimni yaxshi bo'lgan sizning nafar mayirimiz birinchi bosqichdagi naqshlarni aytib bo'ldi. Mana ular sahnamizga taq bo'ldi. Bizning baholig'uvchilarimiz ular haqida nima biladi deydi. Birlikda anglab boqaylik. Marhamat. Birinchi nomorliq mayirimiz Asqar bayatın o'rlagan o'zal muqomining bir kubet muqaddima, ondan keyin o'rlaganınız julasi. O'rlash o'zining kayfiyatingiz munoyat yaxshi bo'ldi, men ta'sirlandim ekan. Yaxshi. 3-nomorliq tuyg'u guruhi dərsinin sıdqı vaqtda vaqt chiqarib o'zingni yaxshi ko'rgan kasbingni mushohadatga aklishni osonga to'xtamaydi tas uning ustiga bu urlagan numaroniki udar qismi tas rahmat mushlo chapatat mushlo numar bizga akapaningizga rahmat aytaman rahmat endi ikkinchi nomerlik mayirimiz Ruqiya Abdurazaq bu naqshini bizga naiti chiroyli o'rindab berdingiz. Ovozingiz ayollar o'rta ovozi. Uningdan keyin ovozingizni sel tutqaroqga ammo yiltizi bor. Anglamoqqa yaqinlik anglandi. Men o'ylayman sizda shunday g'ayrat, shijoat bo'lsa, buningdan keyingi san'at hayotingizda texnimi taraqqiy qilib yaxshi natijalarni qo'lga keltira olasiz deb sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Endi 4-nomerlik mayirimiz Almira singlimizga kelsak, siz bu naqshni aytdim yaxshi o'rindab berdingiz. Uningdan boshqa sizning kiyinishlaringiz, o'zingizni bezlashlaringiz munoyat yaxshi. Siz yana o'zimizning vatanimizning muhabbatini nihoyat cho'ng yuqori o'rin qo'ygansiz. Sizniki mushu buyuk g'oyangizga faqat ko'z tegmasin. Rahmat sizga. 3-guruhdagi bolalar bu haqiqatan o'ziga xos, ya'ni o'smir yoshlarga xos bo'lgan urg'ub tashqan Coşkun royu bilen bu numarını, yukarı numarını kösetdi. Nayet yaxşı bo'lgan tarafının yani bir tarafı şu Uygur halk qo'shig'ini bu kirgizginden intayin yaxşı oldu. Bu tarafı nayet yaxşı oldu. 5. mayır hakikaten bu naqshini ifodalashimi, yani ovozdagi hissiyot bilan ifodalashimi nayet yaxşı. Yani muzikalik udarchanligi nayet aniqga ro'shankan. Bu tarafına ait adamın ayacan saldı. Qadrli tomoshabinlar, bizning 5 nafar mayirimiz o'zining naqshlarini aytib bo'ldi. Undaqda oldi bilan naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizni paraz qilib beqishga taklif qilamiz. Undaqda sizlarcha zodi 5 mahirimizdan kim bu haftalik yulduzimiz bo'la oladi? To'g'ri paraz qilgan tomoshabin do'stlarimizga albatta mukofot qo'yamiz ba. Qaysi mayirimizning haftalik yulduz bo'ldiganligiga to'g'ri paraz qila olgan tomoshabinimizni Xinjiang Nazar savdo chekish shirkati nazar kiyimlarini to'q va parcha setish markazi ta'minlagan nazar markali kostyum bilan mukofotlaymiz. Unda bo'lsa paraz qilishni o'tib sizlar keldik. Menimcha 1-nomerlik Asqarjon birinchi oldu deb paraz qildim. Ammo naqshchi yaxshi aytdi, lekin men shu tojik birodarimizga bilet tashlashni loyiq topdim. Menimcha 4-nomerlik mayir birinchi olamiki? Menimcha 2-nomerlik mayir haftalik yulduz bo'ldi deb o'ylayman. 3-nomerlik mayirlarni birinchi olamga deb faraz qildim. Kimlar ikkinchi o'tkalga muvaffaqiyatli o'talaydi? Albatta tanlash huquqi yanada naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizda qo'linglardagi elektronlik bilet tashlashni ilib o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlanglar. Men undaqda bilet
buzuğa xanım qızlar uğulunish gapiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chiroyli singlim. Omaq singlim. Sanatni yaxshi ko'rdigan singlim. Nima degingiz hozir? Ben bu yerga faqat bir kechilik keldim hamda o'zimning eng yaxshi numurlarimni tuvandikilarga huzur berishga keldim. Shunlashqa atlanmayman. Ben öyleyim, müşkettimli finalde tüyli değişkin bulmaydı. Bizdeki nava programımızda hemimiz bilimiz, yani bir kutuldurup yıldan bir basmışlarım bulduk. Doğru. Programımızın ikinci ötkeliği ötümüz. İkinci ötkilimiz bolsa Pervaz.
Köp rahmat. Boya siz birinchi qitim chiqib naqsh aytgan chog'da men kasbingizni naqshmiki deb o'ylasam, hozir uch muzikani nihoyat yaqinlik qilyapsiz. Kasb ne bo'lib ketdi? Mening asli kasbim o'tir ovozli xijak. O'tir ovozli xijak. Unda bo'lsa, tambur dutallarni o'zingiz o'rganganmi? Dadam, opam, akam, hammasi muzika bilan shug'ullangan bo'lgan ekan, ular menga hamda deb berib çalgıyalarını Uzaq bo'lsa, sizdan bundan keyin texnik tirishib, mushu muzikalarni chirish texnik kamolatga yetishingizni umid qilamiz. Aramaga qo'shgan bo'lsangiz, Nimanda chiroyli? Tunishtiraysan, do'qimiz chiroyli haqiqat. Bu maqlar bilan sizning munosabatingiz o'qituvchi o'quvchilik munosabatimi yoki bu oldi dombra chap o'ynab bergan mening o'g'lim bo'ldi. Ha. Bu atrofdagi ikkitaki qizlar bo'lsa, mening o'zimning oshqan usul ko'rishimdagi umoq o'quvchilarim bo'ldi. Ha. Demak, bu usulni bolalar sizga o'rgatdingiz degan gapda, shundaqmi? Ha, shundaq. Gerçi barliq tomoshabin ko'rib turish mumkin, menga simiz bo'lsam-mu. Bu yerda semizda o'riqligini qilmayman. Uning ustiga mandaqchi navon sahnasiga shu semiz o'riq deydigan chay qo'yilmaydi. Suvning 500 yillik shartni aytib, endi qo'yilgan emas. Usulni o'riqlar o'ynaydi, simizlar o'ynayoladi. Navon sahnamiz biz ilgirda o'tgandek mahirlarimizga hech qanday shart qo'ymaydi, qadrli tomoshabin do'stlar. Mahirlarimizning yosh cheklimasi, jins cheklimasi, yurt cheklimasi, millat cheklimasi yoki shu tanjatga o'riq semizlik cheklimasi qatorliq hech qanday cheklimi yo'q. Agar navo programmamizga kelishni xohlasangiz, 2 diyomlik rasmingizni olib kelib tizimlasangiz, o'zingizning chiroyli naqshlaringizni olib kelsangiz bo'ladi. Sizning bizning programmamizga qatnashishingizni qarshi olamiz, qadrli ko'rurman. Undaqda bizningki o mahlurimizga atayin Guchongdan kelib o'qituvchisiga madad berganligi uchun rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga.
Qanday chiqadinglar bilmadim. Bu bira yanchiqlari. Birasa yo'qdi. Yo'q, ish eg'izimizdan chiqdi. Bir kapaqini haber oldim, shu naqmaydan bir ko'rlik qilay. Ha. Şu bir talabim var diye. İsonu bağımki, şu ilake itotam. İlake. MV. Kepkisi var, kepkisi var. Meni tashlab kepkisi var. Muşti mümkün bo'lsa biz avval chiqirib bersak, sen bir do'rab bersan. Cho'qon mumkin bo'ldi, Rimka. Sizlarniki mush qatimliq mush o'tkaldi 3 yillar uchun men azroqgina sizlarga yordamim tegadi desa, mana qo'lim ko'ksimda turibdi. Sen muzikani boshlab ketgan, men orliq bir yerga tip-tip baqilma. Yağmur keladi. Ömrimiz inson yaxshi mahoratlarni ko'rsatib qo'ymayman, ha? Endi navbatda sizlar bir adam aramat bo'lsanglar, biz keyindagi moyirimizni taklif qilgan bo'lsak.
oliy maktab o'qishga masalan ta'til bo'lgan chog'da shu Urumchida qilib bir ishlar bilan shug'ullanamsiz yoki qaytib ketamiz? Ta'tillarda asosan yurtimga qaytdim. O'shada men bir oliy maktab o'quvchisi bo'lish sifatim bilan o'shadagi shu kichik fikrlarni hazil tildan shunganda asıl tarbiyalayman. Söz ügüte alsam, ben özümden hoş bulma. Şu ballağa muşu ruhunu yetkilip koyun. Şehir ballarında bulmagan nurgun nəslər şu suyumlik balladı ba, ula çoxum ümitlik bolsun, tırışsın, şəraitini özü üçün özü yarasın. Bulamdı? Buldu. Bana bizim tüp grup mahirimiz, İkinci ötkeldik ki özlerinin nakşıdan başka zeytki Allah'ylıklarını namayan qıp oldu. Ondaqda bizning hürmetlik bahalıqçılarımız ula haqqında nemilerine deydi? Anla bakaylik. Birinci numurluq Mayer hakikaten köpke kadir yani köp kırlık sanat tavaskarken bu nayt yaxşı bulup mu? Bayıqı tazim ergolunu çeliş hakikaten tiyin bu müzikini. Onun üstüge ricek çeliş mi? Şu çalgılarını ögünüşte nayt kıyında çünkü onun perdesi yok. Perdesini tapmak naytı özüneki müzik ötkür, müzik sezimi boğandılı perdenin hakiki ornunu tepip bir melodiyanı çıkalaydı. Bu terpideki sözgünüz nayt yaxşıken, başka müziklarını nayt yaxşı çaldınız, tekimi tırışıp, müş kesbinizge sadık olup gittim. İkinci numurluq Mayer hakikaten balla terbiyecisiga layıqken. Balla xas özününki, balları xas şulan terbiyeleş alayırlığı boyunca tekisini şular maslaştırıp etti. Bu terpini aytti. Yaxşıda endi. Onun üstüge kiyinki Kazakçı nakşını mı doğru telaffuz bilen yani aldığınki müzikiga maslaştırıp etişi bu terpini aytti alayırlığı bakya. Tuygu grupsidagi Omaq Mayırla. Men beshida bir plastinka qo'yib atamdiki degan tuyg'uga kelib qolibdi. Men shuning o'zlam sizlarning shu do'rash mahoratinglarning qanchalik ustunligini ifodalab berdi. Uningdan boshqa shu o'zinglarning eg'iz mahoratiga yana usullarni kirgizib sizlar qurilma jihatdan o'rinlashtirish jihatdan yaxshi bir mukammallik bor deb o'ylayman. Sizlarning bundan keyingi o'tganlaringlarga omad tilayman. Yalqınca elimiz hayatın sen kıyafetler, tuğan kıyafetinizi özet. Biz aşı pamir igizlikte tağının üstünde bir bürkütlük göz aldığımız geldi. Şu tamaşıbırlar bilen sizin alıp seni alıp şuna yıkın. Siz eşyada bir qancha yıl seni puslu oynagan etisler çıkagan kıyafetimizi çıkırıp verdiniz. Bu asan emas. Merdanlığınız, özünüzün kayserliğiniz arqımşada ispatlap verdiniz. Rahmet ukan, bundaki siz bürkütlük kusun. Mahirlerimiz ikinci ötgeldiki özlerinin maharetlerini namayan qıp oldu. Ondaqda bu ötgelden yana qaysi mahirlerimiz muvaffaqiyatli ötəlaydı. Qo'linglardagi elektronlik bilet tashlashni elib o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlanglar bo'ldi. Keyin ondaqda bilet tashlash boshlandi. Malaysiya şap kuvvet içimligini sizge tavsiye qilishim berdi. Özünüzge ko'ngil biling. Malaysiya şap kuvvet içimligini içip etrafınızda coşkunlukka to'lding. Shu bidin Umaqsızlarım. Sizlarning san'atga bo'lgan ishtiyoqinglar bizni ta'sirlantirdi. Sizlarning yangilik yaratish ruhinglar bizni ta'sirlantirdi. Sizlarning navo sahnasiga kelgan shu jasoratinglar bizni ta'sirlantirdi. Uning ustiga sizlarning nomeringlarni hammanglar shunday yaxshi ko'rdi. Mening ta'sirimcha yoshlarimiz texnik yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Uning ustiga sizlarning yeshinglarmi kichik, har yil bir qitim kelsanglarmi, navo xilji qitim kelalaysizlar, shundaqmi? Nima deginglar hozir? Biz mumkin bo'lsa yana kelaqtim qatnashishni umid qilamiz. Ajib yaxshi. Bizni qizg'in qarshi olamiz. Mening shu bizningki usul peshvorimizdan bir yurak so'zni olg'im kelyapti. Mümkün. Nim gibi var ki? Yüreksizim ba. Ben bana kez kıldım. Assalamu aleyküm hürmetli mihmanlar. Yaxşımsızlar? Aleyküm assalam, biz yaxshi. Meni mushunchalik qilgan opam dadamga ko'pdan ko'p rahmat aytaman.
Maviliqi cho'ng sahnlardagi mushu mukofot ilish nutqiga o'xshadi hozir. Rahmat ham sizlarga. tanıştırmışsınızmı biz tanıyımız. Bizden hava programımız katlaşıp özden yıkımlık köyleri bilen tamaşabilerimizga intayin tesir kılan Dilnaz kız. Karşılamız. Dilnaz karşılamız. Əsqarga nəhayət yaxşı maslışpədiyə, məsələn, işqilib işkisilik bizga nəhayət bir yıqımlıq bir muhabbət melodiyasını təqdim qıldı deb oylayman. Ondan keyin Əsqar bilan işkisi nəhayət maslışpəsəydi naqşının akord aldığı yerə bolsun, işqilib bək yıqımlıq anlandı bu naqşa. Onda xo'sa keyingi bosqichlarga muvaffaqiyat o'tib ketsinlarni umid qilamiz. Aram ag'ashtiringlar. Rahmat. Rahmat. Ay ay, on
Şu qeyrindaşlar bölgedeki biz qeyrindaşlar bir tanıştırasınmı aldı öyle? Bir tanışıp etayli ya. Qani. Özünüzü tanıştırıp etayli. Özünüzü tanıştırıp etayli. Mana bu qulluqda tatib turgan Japakesh mening atam bo'ldi. Mana bu mening atamning inisi bo'ldi. Tag'ir. Mana bu cho'ng atam bo'ldi, atamning akasi bo'ldi. Bu mening bir qo'saq hem özümün mehriban en umaq singlim bo'ldi. Qachon? Mana bu kichik. Umaqni men yil tanıştırıp etdim, bu mening umaq qizim bo'ldi. Haqiqatan qeyrindaşlar degan belki loyiqli odamlarni boshlab kelibdi buni, ha? Qeyrindaşlar birligimizga behmas kelgan umr bo'libdi. Uning ustiga ajabli suyundoqlarning o'sha inoq oilanglarga, san'atxumar oilanglarga baxt tilaymiz. Jamiyatimiz shunday oilalarning ko'proq bo'lishini umid qilamiz. Shunday. Sakla gözlü, ay yüzlü yanana, gözlerini oynatma her yana. Sana kalbim kıldım ben havala, oyla beni sen